jamiyatga to'kib qo'shib qon taqdim qilish. Yaqinda minglar ko'ringlar ekan 24 yil shartsiz, haqsiz qon taqdim qilgan bir dangliq bizning davlatimizdagi bir odam. 24 yildan keyin bu odamga jiddiy qon lozim bo'lgan vaqtida qon taqdim qilish bu organdagi to'pdan chekindirib o'tgan bu odamga qon taqdim qilmagan. Ham hozir ba'zi maktablarda tuyuqsiz bolalardan qon oladigan qon olib tekshiradigan ishlarmi paydo bo'lgan. Bu xil qon taqdim qilgan ahvollarni biz odamiylik nuqtasini aytganda bizning qilimiz bilan boshqa qon lozim kishilarni qutuldira olamiz deb o'ylaymiz, lekin qonni pulga sotib bo'ldi. Shuna maktabdan bolangizga qon tekshiramiz deb kelish mumkin. Shuna o'qituvchisiga, bolangizning banjurisiga yoki bolangizning kallasiga qo'yib yetishingiz kerak. Shartsiz mening telefonimni telefon qilmay turib, mening ma'qulimni olmay turib, mening bolamning qinini elishga bo'lmaydi. Bir tamam qinini elishga bo'lmaydi, ham tekshirishga bo'lmaydi deb aniq eskartishingiz, maktabdagi ma'lumotlarga deyishingiz, bolangizga kunda mushtoqlik so'zlab, bolangizga navoda qon oladigan kishilar kelib, qon olamiz maktabdan, butun maktab umumiy yuzlik olamiz bu degan normal ahvol degan taqdirda bolangiz sizga telefon qilib, qon oladigan maktabdan qon tekshiradigan deyish kerak yoki ma'lumi o'qituvchisi deyish kerak. Bu ishga chuqur diqqat qilishingiz kerak ham. Mayli sizning atrofingizdagilar bo'lsin yoki ish o'rningizda bo'lsin, sababsiz qon taqdim qilamiz yoki qonni badaningizdan qon olib tekshiramiz. Butun hammani umumyuzlik qilyapmiz, chuqur maslahatlashingiz kerak degan vaqtida chuqur sababini tekshirishingiz kerak ham. Rad qilish huquqingiz bo'ldi, chuqur rad qilishingiz kerak. Birisi sizga qoningizni olamiz desalar, bermaysiz, chuqur o'zingizga qutulishingiz kerak. O'zingizniki ixtiyoriy qon taqdim qilsangiz bo'ladi, qilmasangiz bo'ladi. Shunga bo'libmi, bu kichik bolalarning qon taqdim qilgan ma'noga kelganda bu chaqchaqilgan ish emas. Kichik bolalar nimishga yo'qolib ketadi? Sababsiz nimishga yo'qolib ketadi o'sha kichik bolalar. Chuqur badandagi biror narsasi pulga yaraydi. Tushunamizmi? Shunga qilingan qon olishga bo'lmaydi kichik boladan. Siz qonunliq doktorxonaga bolangizni yetlab opirib, bolamni qon olib boshqalarga taqdim qilaman desangiz bo'ladi. Lekin qalaymi qon izlab kelganlarga qon berishga bo'lmaydi.